Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shu bulchka retseptini sizga sovg'a qilaman. Iliq sut, ro'ja, vanilin, shakar, tuz, limon so'ki, o'simlik yog'i, bitta tuxum va eritilgan sariyog'ni yaxshilab aralashtirib, keragicha un solamiz. Yumshoq xamir qoramiz va xamirimizni kattaroq idishga olib qo'yamiz, chunki oshgandan keyin hajmi kattalashadi. 1 soatdan so'ng 4 bo'lakka bo'lamiz. Har bir qavatiga sariyog' bo'lagidan solib, ketma-ketlikda mana shunaqa taxlab, katta qilib yoyib olamiz. Menda 2 list bulchka chiqdi ko'rsatilgan masalliqlardan. Barcha grammlarni video ostida yozib qoldiraman. O'rtasiga xolisili shokolad, xolisili varyonez gushonka solasizlar. Maks yeb yana 1 soatga olib qo'yamiz. Ustiga tuxum sarig'i surib, duxovkaga 40 daqiqaga yuboramiz. Shakarli sirop uchun suv, shakar do'kon rastalarida bemalol topasiz. Samara Foodning asalli mazali qiyomidan solamiz va 10 daqiqa gazga qo'yib qaynatamiz. Samara Food mazali qiyomini barcha qandolat mahsulotlari va medoviga ham ishlatsa bo'ladi. Bulchkamiz pishishi bilan mazali issiq qiyomimizni qo'yamiz va dasturxonga tortamiz. Bu mazani sizlarga ta'riflab bera olmayman, albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.